Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Mebelchi kanalimizni doimiy kuzatuvchilari. Do'stlar, mana bu yerda hozir bitta 16 talik komplektimiz bor. Bunimiz yong'oq yog'ochda qilingan. Nima uchun men mana shu joydan sizlarga video obzorni boshladim? Mana shu videoda ko'rmasanglar bo'lmaydi. Do'stlar, xudo xolasa bugungi video obzorimiz zo'r obzor bo'ladi. Chotki bo'ladi, narxlari ham shunchaki super narxda bo'ladi. Mana shu 16 talik komplektimiz yong'oqda. Endi hozir solishtirishlar uchun men yana bitta komplektimizni ko'rsataman, keyin uni shunday farqini tushuntirib beraman. Endi bunisi ham 16 talik komplektimiz. Bunisi faqat rossiyskiy listoy yog'ochda qilingan komplekt. Stollari deyarli bir xil, stulida farqi bor. Narginisi yong'oqdan qilingan Cobra Pasa 16 talik, bunisi rossiyskiy listoy yog'ochda qilingan 16 talik komplektimiz. Endi nima uchun ikkovini ko'rsatyapman? U ham 16 talik, bu ham 16 talik. Razmerlari bir xil, xom ashyosi bir xil, ishlatilgan kraskalari bir xil. Faqat stulda fasoni bilan stulda yog'ochida farqi bor. Do'stlar, nima uchun ko'rsatyapmiz? Puli borlarga uni tavsiya qilamiz, lekin puli kamroqlarga mana buni tavsiya qilamiz. Bu ham o'ziga yarasha, o'ziga zo'r chiqqan, uyga kirganda mana shunaqangi chiroyli holatda turib beradi. Endi bundan tashqari do'stlar, hozir uyning ichida boshqa komplektlarimiz ham juda ko'p. Agar sizlarga stol-stullar kerak bo'lsa, ustani telefon raqamlarini ekranga yozib beraman. Bemalol o'ziga telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Undan tashqari chetdan ko'rayotganlar Telegram, WhatsApp, imo orqali bog'lansanglar ham bo'ladi. Do'stlar, bittadan like-ni bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Ishoninglar, bugungi video obzor super bo'ladi, bomba bo'ladi. Ko'rib maza qiladigan, olib maza qiladigan stol-stullarni sizlarga biz tavsiya qilamiz, ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, sizlar tayyor bo'lsalar, bugungi video rolikni boshladik. Hurmatli obunachilar, bugungi video obzorni boshladik. Ko'ryapsizlar, mana bu tomonda yana zo'r stol-stullarimiz bor. Xudo xolasa optim ishlab chiqarish joyiga yetib kelganmiz. Ishlab chiqaruvchi usta Mirziyojon bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonadonimizga. Xo'p, usta, xudo xolasa ishlarni ko'rdik. Mana bu yangilik ekan. Ha, yangilik ko'rdik. Xalq bob, hamma bob, cho'ntay bob model ham xudo xolasa mana shu joyda bor ekan. Ikkiga bundan tashqari mana bu joyda boshqa stol-stullarimiz bor. Xo'p, sexta adresi qanday bo'ladi? Qayerda va yetkazib berish xizmatlarimiz qanaqa? Xo'p, sexta adresi Andijon viloyati Oltinko'l tumani ijtimoiy mahallasida. Andijon shahri bo'ylab dastavkamiz bor. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda yetkazib beramiz. Qirg'iziston, Tojikistonga ham imkoni bor. Bor. Karyo orqali yetkazib beramiz. Birinchi qismdan boshlaymiz. Birinchi mashinadan boshlaymiz. Yangilik modeldan ketaveramiz. Yangilik model. Gap yo'q. Buni nomi Versace deyiladi. Parlament esa ham Parlament ham bo'ladi. Rangi karishning rangda bo'lgan. Hamyonbop, orqalari ham bir xil material qoplangan. Sidina qismlari 9 sm, 3 qavat bo'ladi. Gap yo'q. Ko'ring, hollarning uzunligi 3.60 ga, eniga 1.10, 10 taxta bo'ladi. Nechtalik bu? 16 talik. 16 talik komplekt. Gap yo'q. 16 talik 3.60 ga 1.20 xon taxta bo'ladi. Yog'och rossiyskiy listoy yog'och. Yog'och rossiyskiy listoy yog'ochda bo'lgan. Narxi necha pul? 4.500.000 so'mga chiqaveradi. 4.500.000 ga 16 talik. Obunachilaringiz uchun. Gap yo'q. Xuddi shuni oqi. Buni oqi 12 taligi. Buni ham materiallari asha turetskiy material. Orqalari bir xil material qoplangan bu ham. Buni hollarning uzunligi 2.75 ga 1.10 xon taxta qilib ishlasa bo'laveradi. Buni yog'ochi listoy yog'ochda yasalgan. Buning narxi necha pul? 3.300.000 so'm qilib beramiz. Siz obunachilaringiz. 300.000 so'm. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Bu modelimiz yangilik modelimizni stullaring donasi necha puldan chiqadi? Aka, buni optimga donasi 230.000 so'mdan chiqaveradi. 230.000 dan. 230.000 so'm. Rangini umuman farqi yo'q. Rangini, materialni farqi yo'q. Gap yo'q. Keyingi modelimiz. Xo'p, bu ishimiz ham listoy yog'ochda yasalgan. Hollarning uzunligi 2.75 ga 1.10 xon taxta bo'ladi. Buni oyog'ida farqi bor. Oyog'i yumaloq saqali qilib ishlangan. Juda chiroyli chiqdi. Chesterli qilib ishlaganmiz. Orqalari so'z bo'lishi mumkin emas. Parda brosha qilib ishlaganmiz. Buni 12 talik bu? Ha, 12 talik. Stol necha bo'ladi shunda? 2.75 ga 1.10 bo'ladi, xon taxta qilib ishlatsa bo'ladi. 2.75 ga 1.10. Gap yo'q. Xo'p, buni necha pul qilib beramiz? Buni 3.5 million so'm qilib beramiz. 3.5 million so'm qilib beramiz. Mana bunisi nima endi bunisi? Buni to'shachasi. Xo'p, bunisi alohida bo'ladi. Bunisi alohida bo'ladi. Unisi necha pul? Agar kimgadir kerak bo'lib qolsa, do'stlar ustaga telefon qilib. Buni Buni ikki xili bo'ladi. Zarligi, zarsizi bo'ladi. Zarsizi 200.000 so'm, zarligi 220.000 so'm. Endi u do'stlar tilmani mana shu sideniyasiga solib qo'yiladi. Endi kimgadir kerak bo'lsa telefon qilsanglar 200.000-220.000 so'mga o'zi narxiga berilaveradi. Keyingimiz bu variant oq rangda ishlangan, oq jemchuk. Bu ham listoy yog'ochda yasalgan. Gullariga oq tillalab yurtib qo'yganmiz. Oyoqlaridan xuddi shunaqa. Buni ham mashalkalar 9 sm.
Spinkasini chester qilib ishlaganmiz. Bu ham xon taxta Xon bo'ladi. taxta bilan buni orqalari ham parda broshka qilib ishlaganmiz. Gap yo'q. Bu ham 3 million 500 a? Bu ham 3 million 500. 3 million 500. Endi hozir bu bitta oq materialli, bitta ko'k materialli qoplanibdi. Buni ham shampan svet yoki korishneviy svetlarda ham qilib berish imkoni bor. Imkoniyati bor. Rangi, material o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Endi mana shu 12 taligimiz mana bu joyda 16 taligi bor. 16 talik varianti ham bor. Bu ishimiz rangi shampan svet ishlangan. Bu shampan mana, do'stlar. Rang shampan. Shampan Chester qilib ishlagan. Hollarni uzunligi 360 ga 120. Xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Gap yo'q. 16 talik, 360 ga 120. Ko'rsatib o'tamiz. Yonlariga ham xudo xolasa qalin yog'ochlardan tashlangan. Balkalik qilib bermaydi xudo xolasa. Buni narxi nechi pul 16 talik? Buni narxi 4 million 700 ming so'mga chiqaveradi. 4 million 700. Ko'p joylarda 5.5 gacha sotilyapti. Endi hozir arzon narxda aytilyapti. Ikki bo'ldi 4 million 700 ga chiqaveradi. Gap yo'q. 4 million 700. O yangilik qilganmiz. Bu ishimiz ham lisva yog'ochda yasalgan. Ranglar oq, hollarning uzunligi 360 ga 120. Xon taxta bo'ladi. Bunga yangilik qilib tepasi akvariumli qilinibdi. Akvarium qilib qo'yganmiz ha. Gap yo'q, lekin mana shu ham zo'r chiqar ekan, do'stlar, tavsiya qilamiz. Endi xohlovchilarga mana bu modelda, mana oyoqlarida ham ozgina farqi bor. Tepasi akvariumlik. Bunisi stullari bir xil, faqat stolida farqi bor. Do'stlar, mana shunisini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu ham orqalari pardali broshkali qilib ishlaganmiz. Bu ham lisva yog'ochda yasalgan. Gap yo'q, go'zal. Usta, buni narxi nechi pul? Buni aka siz obunachilarga 6 million 6,5 million sotyapti. Siz obunachilaringizga 5 million 700 ming so'mga qilib beramiz. 5 million 700. Gap yo'q. Do'stlar, ustaga telefon qilsanglar, xohlasanglar mana bu variantda, xohlasanglar prostoyroq variantda chiqarib beradi. Endi farqi, taylarida farqi bor. Ikkinchi buni stol MDF, bu laminat. Ha, bu laminat. Chunki hozir laminat bilan MDF farqi o'zi 200-300 ming farqi bor, adashmasam. Ikkinchi mana tepalari oynali, rasxoti baland, lekin stullari bir xil. Xullas, Viberslarda xohlasanglar bunisini olinglar, xohlasanglar unisini olinglar. 4 million 700 ming so'm bunisi, 5 million 700 ming so'm bunisi. Gap yo'q. Ikkinchi mana ham bor, 12 talik. Voh, bu ham zo'r chiqib qo'yibdi, gap yo'q. Bu ishimiz ham shampan svet. Lisva yog'ochda tayyorlangan. Bu splashli variantligi. Bunda spinka sidenagacha to'liq tushgan. Gap yo'q. Buni orqalari parda broshka qilib qoplaganmiz. Pardali broshkali. Buni ham hollarning uzunligi 275 ga 110, xon taxta qilib ishlatsa bo'ladi. Tepasida ikkita akvarium bor, yangilik qilib qo'ydik. Tepada bitta akvarium bor ekan. Bitta akvarium bor. Chester qilib ishlaganmiz. Usta, bu narxi necha pulga beramiz endi? Bizni Mebelchi kanalimiz obunachilariga. Bu narxini endi siz obunachilaringizga aka 4,5 million so'm sotyapti rodik. 4 million 200 ming so'mga qilib beramiz aka 12 taligini. 4 million 200. Gap yo'q. Endi hozir buni taylari ham chiroyli chiqqan. Ikkinchi akvarium bor ekan do'stlar. Plus spinkasi sideniyasigacha to'liq splashnoy kelgan. Mana shu joylarda farqi bor. 4 million 200 mingdan 12 talik komplet. 12 talikga chiqaveradi. Buni 16 talik, 18 taliklar ham imkoni bor. Gap yo'q. Keyingi ishlarimizga o'tamiz. Hozir ko'rsatganimiz 12 talik ekan. 16 talik aka. Gap yo'q. Hozirgi do'stlar, mana ichkarida 12 taligini ko'rsatuvdik. Xuddi shuni mana 16 talik. Bu yaxshi lisva yog'ochda yasalgan. Spinkalar chester qilib ishlangan. Orqalari parda broshka. Splashnoy poson. Gap yo'q, lekin zo'r chiqibdi. Hollarning uzunligi 360 ga 120, xon taxta bo'ladi. Endi hozir usta 16 taliklarda ikkita akvarium bo'lar ekan. Bu ham MDFmi? Bu ham MDFda bu. Do'stlar, ko'ringlar, olinglar, maza qilib foydalaninglar, tavsiya qilamiz. Shampan svetda chiqqan, xohlasanglar 16 oqini ham qilib beradi, xohlasanglar korishnevisini ham qilib beradi. Mana yirik planda bitta ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, go'zal holatda turibdi. Xo'p. Usta, bu narxini necha pulga beramiz endi buni 16 taligini? Xo'p, buni narxi aka 5 million 700 ming so'mga chiqaveradi. Bu 5 million 700 ga chiqaveradi. Rangi, materiali o'zgarsa, narxida rol o'ynamaydi. Narx o'zgarmaydi. 5 million 700 ming so'mga mana shu komplektimizni do'stlar tavsiya qilamiz. Endi bu asosan usta necha metrli uylarga tushadi? 6 metr, 6,5 metr, 7 metr uylarga tushaveradi. Tushaveradi. Gap yo'q. Xo'p, bunimiz ham 12 talik ekan. Buni ham ko'rsatib beramiz. Lisva yog'ochda bo'lgan. Buni aka materialni parda avolaga moslaganmiz. Chesterlik qilib ishlaganmiz.
Buni orqalari, oyoqlari ozgina boshqacharoq ekan. oyoqlari boshqacharoq aka. Bunimiz haligi ichkaridagilardan ko'ra farq qiladimi? Farq qiladi. Oyoqda farq qiladi. Qolgan hamma joyi bir xil, oyog'ida narxi bir xil. Narxi bir xil chiqaveradi. 3,5 million so'mga chiqaveradi 12 talik. 3,5 million so'mga do'stlar tavsiya qilamiz. Endi mana bu tomonda 20 talik, 16 taligimiz bor edi. Videoda boshida ko'rsatib o'tganimiz. Cobra Monica, Cobra Monica'ni ham ko'rsatib o'tamiz. Shampan svet bu ham. Juda chiroyli chiqibdi, gap yo'q. Yong'oqmi bu usta? Buni ham yog'ochlar yong'oq yog'ochda ishlangan. Chester qilib ishlaganmiz. Machalkalari aka 12 sm bo'ladi. Buni ham orqalari parda broshka. Gap yo'q. Hollandi Stoli 360 ga 120. Ha, 360 ga 120. Bu ham endef ishlangan aka. Endi. Tepalari yaklik raklardan sachib qo'yganmiz. Xo'p, go'zal. Gap yo'q chiqqan Tepasida ish. ikkita akvarium bor. Do'stlar, ko'ringlar mana. Buni necha pulga beramiz endi usta? Aka buni 10,5 million sotyapti turdik. Siz obunachilaringizga 9,5 million so'mdan yetkazib beramiz. 9,5 million so'mdan xudo xolasa imkoni bor. Ikaga mana do'stlar, mana Karishning rangi ham bor. Rangi, materiali o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Endi usta bunisi har doimgidek alohida bo'ladi. Ha, alohida bo'ladi. Kimgadir kerak bo'lsa telefon qilsalar o'zi narxiga olib qo'shib beradi. 16 ta desalar 16, 12 ta desalar 12 ta, xullas imkoni bor. Do'stlar, bu biz usta bundan bir so'm foydagarchilik qilmaydi. So'raganlarga olib kelib qo'yilgan. Xudo xolasa usta hamma ma'lumotlarni berib o'tdik. Telefon qilishaveradi, Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Chiroyli obzor uchun katta rahmat. Rahmat aka sizlarga. Do'stlar, ustaga telefon qilaverasizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.